Biznes tizimida bozor va raqobatdoshlik tushunchasi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi yoritiladigan mavzuyimiz biznes tizimida bozor va raqobatdoshlik tushunchasi. Shuning uchun ushbu darsda bozor iqtisodiyoti uchun raqobat va raqobatdan keladigan foyda haqida suhbatlashamiz. Odatda tadbirkorlar raqobatdoshlari bo'lishini xohlamaydilar. Korxonalar raqobatsiz, butun bozor faqat ulargagina tegishli bo'lsa deb o'ylaydilar. Aslida raqobat iqtisodiy o'sishning zarur jihati hamda korxona va yalpi bozorning rivojlanish mexanizmi hisoblanadi. Raqobat mijozlargagina emas, tadbirkorlikka ham foydali. Sog'lom raqobat bozor tizimidagi innovatsiyani rag'batlantiradi, texnologiyalar orqali maxsus sifati hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi. Raqobat ishlab chiqaruvchining, ya'ni sotuvchilarning o'zlarining doimiy mijozlariga e'tibor berishlarini talab etadi, ularning ehtiyojlarini to'g'ri tushunishga majbur qiladi. Aziz o'quvchilar, avvalambor raqobat nima ekanini tushunishga harakat qilishimiz lozim. Insonlar doimo boshqalar bilan raqobatlashishga ko'nikib ketishgan. Masalan, avtobusda kim o'rin oladi, kimga universitet granti buyuradi, qadoqdagi oxirgi shirinlikni kim tanovvul qiladi. Odatiy hayotda raqobat yopiq bo'lsa, biznesda esa aniq bo'ladi. Muayyan mahsulot yoki xizmatga bo'lgan talab cheklangan va shunga o'xshash mahsulotlarni yetkazib beradigan bozor tizimi ushbu talab bo'yicha raqobatlashadi. Aytaylik, o'zingizning pitseriyangiz bor. Shubhasiz, sizning raqobatchilaringiz shaharning boshqa pitseriyalari. Dastlab sizning yoningizda ochilgan sushi restorani siz bilan raqobat qilmaydi, chunki sizlar har xil mahsulotni sotasiz. Ammo keng ma'noda u sizni raqobatchingizdir. Zero sizlar ovqatlanadigan joy sifatida raqobatlashasiz. Xuddi shunday sizning raqobatchingiz sifatida yaqin supermarketdagi pishiriq bo'limi bo'lishi ham mumkin. Agar mijoz o'z uyida pishirishni istamasa, u sizning korxonangizda pitsa iste'mol qilishi yoki tayyor taom va salatlar sotib olishi mumkin. Keyin tayyor mahsulotlar tayyorlaydigan supermarket bilan raqobatlasha boshlaysiz. Hatto tayyor xamir va sabzavotlarni xarid qilishingiz mumkin bo'lgan burchakdagi kichik do'kon ham sizning raqibingizdir. Axir iste'molchi mahsulotni sotib olishi va uyda pitsani o'zi tayyorlashni afzal ko'rishi mumkin. Shu sababli raqobatning eng samarali usuli raqobatdoshlik. Bunday raqobat tufayli raqobatchilardan farqli o'laroq mahsulot sifatining yuqoriligi, sifati, ishonchliligi, dizayni va boshqalar bilan belgilanadi. Shu bilan raqobatdoshlar bu sizning kompaniyangiz bilan bozor munosabatlarining bir sohasida o'z ishini yurgizadigan bir xil yoki o'xshash tovarlarni yoki xizmatlarni ishlab chiqaradigan va o'tkazadigan kompaniyalar yoki yakka tadbirkorlar. To'g'ridan-to'g'ri raqobatdoshlar bozor iste'molchilariga bir xil yoki o'xshash tovarlarni tavsiya qiladi. Masalan, siz bolalar kiyimini tikasiz. Sizning assortimentingiz raqobatdoshlardan o'zgacha bo'lsa ham, siz bir xil mahsulotni, ya'ni kiyimni yetkazib berasiz. Shu bozor munosabatida, shu geografik o'rinda va iste'molchilarning shu talabiga xizmat ko'rsatasiz. To'g'ridan-to'g'ri emas yoki bevosita raqobatdoshlik sizning assortimentingizni daromadli almashtiradigan tovarlar va xizmatlarni tavsiya qiladi va foydalanuvchining muammosini siznikidan farqlanadigan yo'l bilan xarid qiladi. Sizning tavsiyangiz qanchalik qiziqarli, arzon, qulay bo'lsa, shunchalik mijozlarning ko'p soniga ega bo'lishingizga ishonch ko'proq hosil bo'ladi. Raqobatning yana bir turi mavjud bo'lib, bu mahsulotdagi raqobatdoshlik strategiyasi yoki sohada noyob mahsulotni yaratish strategiyasi. Bunday vaziyatda eng daromadli inson Apple kompaniyasining bozordagi ilg'or super telefon iPhone yasashga intilishini keltirish mumkin. Mahsulotning yetakchilik strategiyasi odatda kompaniyada mahsulotning noyob xususiyatlari, mahsulot bilan kompaniyaning yuksak obro'sini, tovarning texnologik va bu yo'nalishdagi marketingli tarkibini foydali himoya qiladigan ilg'or komandaning bo'lishi talab qiladi.
Bu strategiya odatda mahsulotni marketingli siljishga va brendli bozorda uzoq muddatli pozitsiyalarni saqlab qolish uchun investitsiyalarning ortishiga olib keladi. Bunday usulning afzalligi u tovarga bahoni raqobatdoshga qaraganda yuqori qo'yishga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri raqobatdan ketishiga imkon beradi. Apple iPhone'ning muhim afzalliklariga e'tibor berib, uni to'g'ri taklif qilish orqali mijozlarning brendga bo'lgan yuqori ixlosini shakllantiradi. Amaliyotda shunday strategiyani tanlagan kompaniyalar ma'lum bir tavakkalchilikka duch kelishi mumkin. Lekin siz bu yirik kompaniyadan farqli o'laroq ayollar kiyimini chiqarmoqchi bo'lsangiz, siz o'z hududingizdagi barcha ayol mijozlarning katta auditoriyasiga aylanishiga ishona olasiz. Homilador ayollarga xos kiyim chiqarganda sizning auditoriyangiz albatta kamayadi, biroq sizda raqiblar ham oz bo'ladi. Sababi bunday mahsulotni chiqaradigan fabrikalar, ya'ni faqat ayollar kiyimini ishlab chiqaruvchilar anchagina kam. Endi siz o'z mijozlaringizni, demakki, homilador ayollarni tadqiqot qilib, bu usulni obdon o'rganib chiqishingiz lozim. Sizlar ularning ushbu kiyimdan nimalarni kutishini bilishingiz kerak. Balki u yumshoq va qulay bo'lishi lozim. Iloji boricha ayolning katta qornini berkitib, yoqimli printlar bilan bezalgan bo'lsin. Mayin rangli bo'lishi darkor. Sababi homiladorlik vaqtida ayollar hissiyotga berilgan va kam harakatli bo'ladilar. Siz uning reklamasi uchun bozor o'rinlarini tanlay olasiz. Tug'ishga tayyorlovchi markazlari, kasalxonalar, bo'lajak onalar uchun turli kurslar, ya'ni tug'ilganidan chaqaloqlar uchun tovarlar sotiladigan do'konlar ochasiz. Agar siz auditoriyani to'g'ri baholasangiz va unga yo'l topa olsangiz, o'z kichik sohangizda lider bo'la olasiz. Qanday raqobat strategiyasini tanlamang, esingizda bo'lsin. Raqobatning bo'lishi bu ajoyib. Raqobat o'sishga yordam beradi. Raqobat bo'lishi uchun rivojlanish va o'z ustida tinmay ishlash kerak. Raqobat inson madaniyatini shakllantiradi. Sababi odamlar raqobatga tushganda yangilik yaratadi va natijada butun dunyo ravnaq topadi. Raqobat kuchli, kreativli va innovatsiyali bo'lishga majbur qiladi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz zamon bilan hamnafas bo'lgan insonlar uchun juda qo'l keladigan mavzu bo'ldi. O'ylaymizki, ushbu mashg'ulotdan xulosa chiqarib, o'zingiz uchun kerakli bilimlarga ega bo'ldingiz. Sizlarga doimgidek omad va zafarlar tilagan holda kelgusi darslarda ko'rishguncha deymiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga o'tilgan mavzudan savollarim bor. Birinchi savol: bozor tizimidagi raqobatdoshlik qanday ta'sirga ega? Javob: bozor tizimida raqobat innovatsiyani rag'batlantiradi. Yangi texnologiyalar orqali mahsulot sifati va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi hamda mijozlarning ehtiyojlarini to'g'ri tushunishga majbur qiladi. Ikkinchi savol: raqobatdoshlik deganda nimani tushunasiz? Javob: raqobatdoshlik bu raqobatchilar o'rtasida mahsulot sifatining yuqoriligi, ishonchliligi, dizayni bilan ajralib turishi va bozor tizimida o'z o'rniga ega bo'lib, boshqalardan farqli o'laroq mijozlar uchun arzon va qulay narxda sotishi tushuniladi. Uchinchi savol: raqobatdoshlik yordam berishiga ishonasizmi? Javob: albatta. Sog'lom raqobat bor joyda o'sish bo'ladi, yangiliklar yaratiladi, natijada butun dunyo ravnaq topadi. To'rtinchi savol: biznes tizimida bozor va raqobatdoshlik qanday xususiyatlarga ega? Javob: raqobatdoshlik sizning mahsulotingizni daromadli almashtiradigan tovarlar va xizmatlarni tavsiya qiladi va foydalanuvchining muammosini siznikidan farqlanadigan yo'l bilan hal qiladi.